19 asr Yevropasi. Gumanitar fanlar tug'ilmoqda. Olimlar insoniyatning yangi aksini kashf etdilar. Formula va mashinalar dunyosi qarshisida til, madaniyat va ruhning yangi olami paydo bo'ldi. Yoxan Gerder tarixiylik g'oyasini olib keldi. Har bir millat o'z ruhi va taqdiriga ega bo'lgan tirik organizmdir. Tillarning ixtirosi va tariximiz xotirasi milliy ruhning asosi sifatida shakllandi. Shler mahsir germenevtikani, anglash san'atini yaratdi. Matnlar ichidagi yashirin ma'noni izlash, anglash. Bu matn orqali muallifning ruhiga va u yashagan zamonga sayohat qilishdir. Savini va Ranke tarixiy maktabi. Empires parchalari orqali o'tmish qayta tiklanmoqda. Royzen va Diltey tabiiy fanlar tushuntiradi, gumanitar fanlar esa tushunadi. Inson mexanik formula emas. Georg Hegel va buyuk dialektika. Tarix bu jahon ruhining o'zini anglash yo'lidagi cheksiz harakatidir. Xo'jayin va kul dialektikasi. Tan olinish uchun kurash va inson ongining shakllanishi. Mehnat kulni ozod qiladi va borliqni o'zgartiradi. Xo'jayin esa unga qaram bo'lib qoladi. An'ana va aql to'qnashuvi. Dunyo o'zining tarixiy ongini aql idrok chig'irig'idan o'tkazmoqda. Kapitalizm va byurokratiya. Modern dunyo insonni mashinaga aylantirib, o'zligidan begonalashtirmoqda. Inson haqiqatdan ham ozodmi? Yoki biz o'z ongimiz chegaralari ichiga qamalganmizmi?